Yuqorida ko'rganlaring o'sha Uchko'prik tumani Urg'unzor qishloqidagi 38-maktab boshlang'ich sinflari o'qiydigan bino yonida anchagina 30-35 sotikcha yeriyam bor. Ko'rdilaring, bekir turibdi. Mana bu hujjatda o'sha mahalla fuqarolar yig'ini hozirda sobiq raisi Umidjon Vohidovni boshchiligida yig'ilish raisi o'shani yaroqsiz deb ko'rsatib, yig'ilish o'tkazib, mana dalolatnoma tuzib rasmiylashtirishyapti. 16 sentyabr 2024-yil. 1 yildan oshiq mana shu imoratni janjali. Ular bu imoratni davlat bog'chasiga aylantiramiz deb xalqni rozi qilmasdan o'zlaricha hujjatlar tuzib, aslida bu yerda bog'cha yoshli bolalar hammasi xususiy bog'chalar bor. Ularga qamrab olingan. Bu katta qishloq emas. Mana shunaqa hujjatlar qilishyapti. Undan keyin mana 38-maktabni o'qituvchilari rozi deb qalbaki hujjatlarni qilib, direktor hammasi nomidan mana ekspertiza qilinsa ma'lum bo'lib turibdi. Bir kishi qo'l qo'ygan o'qituvchilar nomidan. Mana bu bayonnomani tuzib. Bundan keyin Xalq ta'limi bo'limi hokimga mana shu yerda tashkil qilingan davlat bog'chasiga 19-raqamni berish, ya'ni Qo'qon shahri hisobiga o'tib ketgan Toshkentlik Guzar qishlog'idagi 19-bog'chani raqamini berishni so'rab, Uchko'prik tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tuman hokimiga murojaat qilyapti. Mana bu xatda. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani hokimi mana buni tasdiqlab, mana mazkur hududda davlat bog'chasi yo'q va tashkil etishga amaliy yordam berishingizni so'rayman deb Uchko'prik tumani hokimi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha maktab ta'limi vaziri Hilola Umarovaga xat yo'llayapti. Tuman hokimi Qodirjon Erkaboyev. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi tomonidan mana bunga qarshi emasmiz degan Komilov vazir o'rinbosari Komilov imzosi bilan xat kelyapti. Kelgusi 5 yillikda maktab uchun zarur emasligi aniq hisob-kitob qilingan holda davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etilishiga o'z vakolati doirasida qarshi emasligini ma'lum qiladi deb Komilov imzosi bilan xat kelyapti. Men endi bu bog'chani shu bahonada talon-taroj bo'lib ketishidan, buni yerlar talon-taroj bo'lib ketishidan, chunki vaholanki bu 38-maktabda oshxonasi yo'q. Nariroqda zamonaviy yuqori sinflar uchun zamonaviy bino qurilgan, uni sport zali yo'q. O'sha maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Keyin bu
binoda avariya holatida emas, ta'mirlangan va bu yerda hozir o'quvchilar o'qiydi turadi, lekin bu o'quvchilarni majbur chiqarib yuborib, 38-maktabda endi ikki smenali qilib o'qish yo'lga qo'yildi. Xalq bundan norozi bo'lib, mana yuqori idoralarga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziriga, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuroriga va maktabgacha maktab ta'lim vaziriga ariza qilishgan. Mana Yurg'unzor mahalla fuqarolar yig'ini jamoatchilik nazorati kengashi va mahalla fuqarolar yig'ini nomidan. Ana shunaqangi. Va nihoyat viloyat prokuraturasi ularda qilgan hujjatlarda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini nima qilib ko'rsatib qaror qabul qilgan. Endi bu janjal qachongadir, bu qog'ozlar qachongadir davom etadi. Lekin o'sha viloyat prokuraturasi bergan xulosaga ham, taqdimnomaga ham bular e'tibor bermayapti. Bu Farg'ona viloyatida qonunsizlik nihoyatda Qo'qon guruh tumanlarida nihoyatda rivojlanib ketgan. Yuqori turgan respublika ahamiyatga ega bo'lgan mana boshqaruv nimalardan so'rardikki, mana shu janjalda eng oliy qonun albatta xalq tinchligi, xalqni rozi qilishni prezident ham xalqni rozi qilgin deb siyosat yurishyapti. Mana shuni so'rab qoladi bu qishloqni xalqi. Bu janjalda ijobiy hal bo'lishini. Mana hujjatlarni ko'rdilaring. Mana endi o'sha viloyat prokuraturasining taqdimnomasini ko'rsatamiz. So'ngra 38-maktab o'qituvchilari rozilar bir ovozdan deb mana qalbaki hujjat qilib imzo qo'ydirib o'qituvchilarga bayonnoma tayyorlashyapti. Majlis bayonnomasini. Mana bu hujjatda imzolar qalbakiligi bilinib turibdi. Bir kishining qo'lidan qo'yilganligi va navbatda videoda ular o'qituvchilar o'sha o'zlari qo'l qo'ymaganligini tan olishyapti. Xalq eksimiyaga rozi bo'lmayapti. Rayonlari xodimlari kelib olib, eksimiya qilishga majburlayapti. Qayda yo'g'ini mahallani fiktivniy protokoli, mana maktabning direktorini fiktivniy protokolini asos qilib olib, eksimiyaga o'tkazishga majburlayapti. Qilmash video. Siz uyalmaysizlarmi? Biz viloyatda, rayonda turib, mas'ul bo'lib turib, biz sizni majburan qilamiz. Bog'cha ham bizni qiziqtirmaydi. Maktab ham o'zini tartibi bo'yicha maktab, biz maktab bo'yicha talab qo'yamiz. Bog'cha bo'yicha talab qilamiz. Bir foiz agar sizda insof bo'lsa-chi, olib protokolni o'rgatasiz. O'qituvchilarni chaqiring, so'rayinchi rozilik. Qatlaydi o'rganib keldi. Mana biz chaqiring protokol. So'radik bular. Yo'q, chaqiringchi o'qituvchilarni rozilik. Sizdan so'radikmi hozir? Kim rozi, nima bo'ldi? O'tgan safar ham Meshitga keldim, siz bor edingiz. Biz ham qildik, siz ham mana shu jamoat. Demakki, hozir biz jamoatga maktab kollektivini chaqiring. Navbatdan tashqari ketkengash o'tkazing. Mahallani chaqiring. Aktivist ota-onalar bor, qariyalar, nurvoniylar bor, chaqiring. Shu masalani ko'taring. Bular nima desa, Petkengash qarorini yozing aka. Petkengash davlatning qonunidan ham kerak bo'lsa ustun turadi. Men aytdim sizga. Agar mahalla, maktab bir smenaga rozi bo'lib, ikki smenaga rozi bo'lsa, uni ayting. Bu men sizga shu gaplarni aytib ketdim. Birinchi o'rinda Petkengash qarorini hech kim bir qila olmaydi. Endi shu masalada nimaga chiqarib bermayapsiz? Shukrot aka, mana shu yig'ilish bo'ldi-ku, nima qilib bermayapsiz? Siz kelasiz, va siz birontasi majburlayapsiz.
man dedi. Majburlayapti deb yozib bering, mana tegishli joyda kutib turibdi chiqishga. Majburlagan yo'q. Ha nima yozmayapti? To'g'ri aka. Ana domla aytingda nima qilmayapsiz? Shuncha yig'ilishdan keyin bitta pet kengashingiz qarorini qilmayapsiz. Mana sizga savol. Maktab yig'ilsin, maktab qilsin, bu Ha, hop, kecha kuni bunday narsada opa, mana gapni aytib ketganman. men mahallada ishlaganman, opa. Men bu masalada bilaman, tushunaman. Yig'ilish bo'ldi, katta yig'ilish bo'ldi. Maktab qoldi. Men nima olib chiqaman? Mana rais Olib chiqing, protokolga olib chiqing deb ko'raylikchi. Menga siz topshiriq bera olmaysiz, haqqingizmi Yo'q. yo'q? Mana kengashni raisi mana. O'sha pet kengashchi поддельный o'sha. 200% поддельный. Mana bu 10tasiga qo'liga men qo'l qo'yganman deganmisiz? 10ta, 5ta, 6tasiga qo'yganman. Bittasiga qo'l qo'ysang yetadi, o'g'aylar. Men Bittasiga. Chaqir o'qituvchilarga bor. to'yimda fikrini berdim. Mana guvoh turibdi mana. Bog'cha bo'lsin deb berganim yo'q. Kengash qarori Bog'cha birinchi bo'lmaydi. Men bog'chani Bog'cha mana bermaganman. gapirmaylar bog'cha. Men bog'chani tilimga ham Bu olganman. boshqa narsa bu tayyor. Novaga bog'cha. Aka, birimizni to'g'ri tushunaylik. Masalan, siz Biz maktabga sizlarga kerak. Men maktab Nimaga rozi deb yozib berganman xolos men. Men bog'chamda ishim yo'q meni. Bu bog'chani gapirib turganim yo'qmi menda hozir? hozir men Eksimi o'qishga roziman deb beryapman. Ha? Unga o'qituvchilar hammasi qo'l qo'ygan yo'q u. Hammasi qo'ygan. 5dan 6tasi qo'ymagan xolos. 5dan 6tasi o'z qo'l qo'yganmisiz? O'zim qo'ygan. 7ga ekspertizaga javob beraverasizmi hamasiga? Beraman. Beraman. qarab ketgan 100% qatnashishi shart emas, masalan, kasallar boshqa qatnashishi. Ha, o'sha qatnashganlar qo'ygan. Voy meni ko'ryapsanmi qarab? Mas'ul odamlar Yetar. eksimiga ish qilishga shunchalik oyoq atrab turishini qarab, maktab direktorini qarab. Endi Eksimiga shunchalik shunchalik ish qilsa, opa bunday bitta narsada biz nima deyapti? biz nima demoqchimiz? Biz yachi eksimiy maktab kerak emas-da bizga. Biz o bolalarni o'ylab. Kerak bo'lmasa, kerak bo'lmasa, uni biz Ya sizlarga nimaga endi va'da berib ketadi-yu, rayonda kattakoni va'da. Endi bori gaplashamiz. Buni ham mudir bilan. Birinchisi, ikkinchisi Va'da yana berib qaytaryapman. Agar siz nimangiz aql zakovatingiz bo'lsa, hozir bilib olardingiz. Men bu kishiga aytganman. Hozir yana aytyapman. Bu ham bor edi, bu ham bor edi. Bu borada mahallangda raislaring menda halikim, men o'shanda ko'rdim uni aftini. U borada aytib, o'sha kuni aytganman. Pet kengashni qaroriga suyaning. Shuhrat aka pet kengashda jamoa nima desa, o'sha katta qilib yig'ilishga bo'ldi. O'sha jamoani pet kengashga siz ham, men ham hech kim unga bir narsa o'zgartirish kirita olmaymiz. Pet kengashga faqat maktab pet kengashi qonun hisoblanadi. Shunga shu bo'yicha ish qilavering deb ketganman. Pet kengash nima desa, ertaga men hammasini to'playmanda, hammasi o'zi qo'l qo'yganiga rozi bo'lganman deb yozdilar. Hali yozmagan nechta chiqadi? Pet kengashda faqatgina bu qatnashadi unda. Yig'inglar edi. Qarang, mana shu yig'ilish qaroridan keyin agar o'qituvchilarda hammasi men shu qo'lim to'g'ri deb beradi, turibdi, ekspertizaga beraverganmiz. Ha, beravering aytyapman, men yashiradigan narsam yo'q. Og'aylar, Eshtyapsan? siz ekspertizaga rozimisiz? Siz o'zingiz siz o'zingiz ayting mana aytib to'g'ri men o'zim fikrimda aytay. Ha? 10 million Menga shu bog'cha bo'ladi degandan keyin men eksimiga o'tkazib dasturga qo'yaman degan maqsadda eksimiga rozi bo'lganman. Endi hozir opa bunday narsada davlat Misol uchun opa bir yil qiynalsa, davlatga bog'cha kerakmi? bir umr qiynalmayman. Davlatga kerakmi, xalqqa kerakmi bog'cha? Xalqqa kerak bog'cha kerak. Qaysi xalqqa kerak? Birontasi rozi bo'lmadi-ku. Biz qurib beramiz, o'sha yerda remont qilib beriladi deyapti-yu. Ya'ni mayli misol uchun u qishloqqa qolsa ham yaxshi narsa. U qiladigan bo'lsa qilaveradi-da, mana ahvolni qarang, 30 yildan beri yo'qdi. Buni eksimiga qo'yib olish shartmi? Endi men bilmadim endi agar Shular kayfiyat men ham yaxshi. Kayfiyatni boshqa narsani suqmang, ikkovlaring adovatlaringni qishloqqa buryapsizlar. Qishloqni buzyapsiz ikkitadan. Men adovatim emas u, og'ayni. Bularmi? Bucha xalqni bir chekka surib qo'yib turib, Ya bitta narsani qarang, Shukurjonda. Sizga kirib mana siz aytdingiz. Xususiy narsa qilasizmi yo qishloqqa qoladimi, bog'cha bo'ladimi? Gapim men ham eshiting, endi ham bir albatta. Men ham maqsadim shu qishloqqa, shu maktabga men qo'shimcha bino, oshxona qildiraman degan maqsadda eksimiga rozi bo'ldim. Nimasi yomon meni shu fikrim? Qani, aytinglar. Qanaqasiga eksimiga qilib turib shu narsa qilish kerak? Shu logishni to'g'rimi shu? Qiladigan bo'lsa qilaveradi hozir. Birisi men bo'lsa Shukurjon qilib bermaydi. Qaqa qilmas ekan, qiladigan bo'lsa qilaveradi. Siz mushkayfatda o'tirganingiz lekin 3 minut deganingizni ham qilmaydi.
Siz kimni gapiga kirib nima qilganingizni aytmaysizmi? Og'ayni erkak bu. Men Shukurjon erkakman, birovning gapiga kirganim yo'q. Prosta menga Nimaga endi rahbarlarim biz olti erkak kelganda boshqa gapiryapsiz, bular olti boshqa gapiryapsiz. Biz keldikmi ikrom? Mana men shu gapni yana qaytaryapman Shukurjon. Ha. Kelib turib, oqcha bo'ladi degandan keyin qildim deb aytdim o'shanda. Ha? Men o'sha gapni qaytaraman. Nega kelib turib, hokimda yordam nimasi mo'ni Müdürümüz kelib, oqcha bo'ladi bu filial dedi. Siz eksimenga o'tasiz dedi. Endi sizlarda davlat boqchasi yo'qmi? O'shanaqa bo'ladigan bo'lsa, men eksimenga o'tkazdim. Nima qildirasan? Menga maktab kerak deyapmaysizmi siz? Ha shu dasturga tushiramiz degan uchun Endi bu domlaning gapi, masalan, maktablarida endi mana maktabga filial ko'chsa, filialda davlat bog'chasiga o'tkazib olsa, xususiy bas davlat bog'chasiga o'tkazib olsa, bunga maktabga bola keladigan bo'lsa, bola sig'imi mana bu yil o'qib turib, keyin bu sig'im nima bo'lib qoladi? Sig'maydi. Shuni hisobiga bu so'roqxatni bilan chiqsa, mana hozir shu qurilish kelyapti. O'sha bola qurilish bo'limining boshlig'i. O'sha qo'shimcha bino sizlarga shu tomondan o'sha bolalar uchun sharoitli o'sha bitta bino, bitta blok qurib berish mumkin o'sha tomondan deyapti. Shuni aytyapti. Faqat uning uchun bundayda opa. Uning uchun faqat eksimenga o'tib turishimiz kerak bo'ladimi? Sig'imi katta bo'lish kerak. Endi sig'im bolasi, hozir sizga X bir seminada bemalol filialingiz hisobida bola o'qiyapti-yu, sig'imi. Ha, shunda ham eksimenga o'taman deyapti kuzda. Yo'q, endi ag'da bog'chaga beradigan bo'lsa, sig'imi bega keladigan bo'lsa, keyingi yiliga qo'shimcha dasturga kiritish oson bo'ladi. Kim kafolat beradi dastur? Nimaga davlat bog'chasi kerak emasmi? 3 ta bog'cha bor edi. Nimaga 3 ta bog'cha? Bog'cha bor deyapsizlar. Davlat sherikchiligi bilan bog'cha bor, xususiy bog'cha yo'q bu yerda. O'sha xususiy davlat bog'chasi. Xususiy bog'cha yo'q. Masalan, naborot biznosi boshqasi arzon bo'ladi, xususiy bog'cha. Bog'chaga reklama. Oddiy bog'cha. Davlatning mas'ul xodimi xususiy bog'cha, davlat bog'chasida davlat sherikchiligi xususiy bog'chada ustun qo'yib bitta reklama qilyapti. Bog'cha tushyapti, katta. Ikki etajli. Oxirigacha eshitdim. Shu ham 200 o'rinli tushyapti. Bog'cha tushyapti. Davlat bilan hamkorlik. Nimaga kerak, opa bu? Bog'chani bizga nima kerak? Kim qilyapti? Bitta bola qilyapti. Tayyor uniki ham hozir krediti bugun chiqyapti. Endi hozir siz davlat bog'chasi, davlat xususiy davlat sherikchiligida qilingan bog'chani o'rtasidagi nima? Faqat uni biznosi ko'proq bilan, davlat bog'chasi biznosi ozroq, bizda bog'cha bilan. Meni tushunchamcha ota-onaning cho'ntagiga foyda-yu o'sha davlat bog'chasi. to'g'ri, meni tushunchamcha davlatga bog'cha kerak bo'lsa, maktab topib qo'yib, bitta yangi joyda yerdan ajratib solaveradi-yu. Nimaga endi qiziqyapman-da men shunga-da. Davlatga bog'cha kerak bo'lsa, xalqdan so'ramaydi. Maktabdan ham so'ramaydi. Bas keladi qurilish tresi bilan bitta o'rnattirib qurib ketaveradi. Davlatga kerak emas bog'cha. Ilgari bog'chalar Kimlargadir kerak edi, bilib turibmiz-da biz. Yerda maneji bor, yerda bizni fikrimizda boshqacha ketadi. Bitta minus fikr doim birga yuradi biz bilan. Biz bilanda biz shunaqa o'zimizda shunaqa nima borda bizda plus hali gumon bilan yashaymiz. Biz riskga bitta to'g'ri narsani chizib olmaysizda, bunday chizib ketib turganingizda ham to'xtaymiz. Bizda bu singib ketgan. Endi hozir o'shani tushunib, tagida bir narsa bor deyapti. Chunki gumon Sababini aytaman men. Yo birov yo rais bog'chani xususiylashtirib maktab yo sotib olish yo kimdir xususiyga berib yuboradi uni deb o'ylayapti. Sababini aytaman opa. Birinchisi bog'chalarda xususiy bog'chani filial bog'cha qolmadi, amasroq sizlarda. Endi hozir filial maktab yo'qotilyapti. 50-maktabda filialini ham xuddi shunaqa qilib hozir. Mana hozir shu kunlarda mana bular bog'cha bilan shug'ullanadi. 50-maktabda ichiga nima qurib berdi? Qo'shimcha bino qurib berdi o yangi yerga. Hozir o'sha filialdagilar o'tib bog'cha maktabda o'qiyapti. Filial tugadi. O'sha filialni maktab bog'chasiga berib, ta'mirlab, jihozlab turib davlat bog'chasiga berib, hozir nechta bog'chalar bor davlat bog'chasi? 41 bo'lib davlat bog'chasi ochilyapti yangi yerda. O'sha filial. Ha? Yo'q, o'shanaqa bo'lmaydi. Sizlar hali gumon qilganlar. Mana menga qarang opa, bitta narsada o'zi. To'g'risizmi? ta'limni inasiga kirib ketgan. Maktabga o'tgan. Mana ta'limga mas'ul Ha, faqat ikkinchi yil qo'ygan emas, maktabga. Ismila qilishga shunchalik oyoq bilan tiryaptimi? Ani qo'yavering. Sabab bor-da. 100% o'tgan maktabga, pechat ham o'zgargan. Mas'ul odamlar. Bitta maktabni bitirib turib qaysi bolangiz? Ha, o'sha ikkinchi yil o'qib qoldi. Shu bo'lgandan keyin ovoz bo'ladi-da, o'rganda. Ha.
Endi Shukur aka. Hozir men ani opam gaplarga fikrim borda. Gaplashib olishsin aytaman. Xo'p. Maktabdan tortib olib, Domla Fadlangiz nima edi? Endi opa bitta men sizga o'sha gapingizga bitta fikrim borda. 2011-yildan 2018da boshlanguncha men mahallada ishlaganman. Agar turgan bo'lsa, men yiliga davlat bog'chasiga xat berganman, lekin birortasi ijobiy hal bo'lmagan. Endi hal bo'lyapti. Nimaga hal bo'lmagan, bilasizmi? Pul bo'lmagan. Pul bo'lmagan. Men javob beraman gap. Pul bo'lmagan. Boringizin bobidiz. Kelib, aka sizga rahmat. Sizga bog'changiz bormi? Ha, meni bog'cham bor. Aka Sizga rahmat. bog'chasi bormi? Endi ochmoqchi. Yetgan mana Shuhrat. Siz bog'cha ochgungacha har oyda prezidentskiy apparatga bitta xat borardi. Shu siz ochdingiz bog'chani, rahmat sizga, shu hech kim yozgan yo'q. Davlat bog'chaga ham fikr bermadi, boshqa bog'chaga ham hech kim yozmayapti. Rahmat deb ketgan. O'ziga kirib aytdim men Shuhrat. Og'ayni sen shunaqa o'ding, nima bog'cha ochyapsan deb. Va o'shanda sen davlat bog'cha ochmaysanmi dedim. Hozir ochsinmi bularni? Hozir kerak emas endi, biz ahvatli bo'ldik. U davlatda ahvatida turibdi 100% biz mahalla fuqarolar. Bola bo'sh emas-ku bizda hamma 100% qamrab olinyapti. Kimga ochiriladi Endi bog'cha? kimgadir bu davlat bog'chasiga o'sha aytayapti, mana administratsiyaga. Ya bulardan chiqib bunga o'tami hamma? Hech kim chiqmagan. To'rtta xotindori yallab turib jo'natgan. Mahallaringiz. Endi Shukur aka mana biz nima Lekin men Hech gaplashganimizda hozir bitta vaqt Adolatli ortiqcha. xalqdan so'ramasdan turib opa. protokol qilib olgan. Masalan, mana shu yerda odamlarning hamiyatiga teggan. Shu ham kerak emas. xalq bilan maslahat qilib turib qilganda mayli deb boshlagan. Birorta Endi uni sizlar maktabda hal bo'ladiganlar mahalla fuqarolar yig'inida. mana mahalla fuqarolar yig'ini qarori chiqarib berdi. Xatimda bir mudirga bilaman. Iltira 7:30-8 Emas, ular bo'yicha keluvdik biz bilan faqat tegishli tashkilot rahbarlari bilan gaplashishlarni bildirishdi deb yozib ketyapmiz. Endi shu biz bitta o'tirishning foydasi ham yo'q hozir nima? Bizdagi o'zi majburlab bizni unaqa qilishdi deb borib kelyapti. Siz blogermisiz? Menmi? Mahallada faollardan bittasi. Men tizimini yaxshi biladigan odamman. Tushundim hammasi. Sizga aytishim lozim. Hojatda so'rab Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, mana biz Uchko'prik tuman Yurg'unzor qishlog'ida joylashgan 38-maktabda turibmiz. Qachondan beri buni janjal bo'lib kelyapti. Buni yaroqsiz yollagan deb boshqa maqsadda foydalanish, mana anchagina yer bor. Ular talon-taroj qilish maqsadida kimlardir soxta hujjatlar qilib qachondan beri tinchimay turgan janjal. Eng oliy qonun xalq tinchligi. Xalqni roziliksiz, xalqni rozi qilmasdan, xalqni norozi qilib hech qanaqangi bir nima qilinmaydi. Eng oliy qonun xalq tinchligi. Mana holatini ko'ryapsizlar. Maktab nihoyatda bekor. Bunda o'quvchilar o'qib turgandi, boshlang'ich sinflari bularni majbur chiqarib yuborishdi hozir. Bu yerda bolalar o'qigan yo'q deb o'sha paytda bolalar o'qib turgan paytda noqonuniy hujjatlar qilishgan. Mana hujjatlari bunga yuqori nimalar javoblarni berishgan. Qani nima tuman prokurori, viloyat prokurori mana viloyat prokurori mana qonun buzilishi yo'q deb nima qilyapti. Yo'q, viloyat prokuraturasi qonun buzish holatlari aniqlangan bu qarorda. Ha, mana viloyat prokuraturasi bu yerda chiqarilgan qarorlarda qonun buzilish holatlari aniqlangan deb beryapti mana. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Dolimovga nusxasi mana Yurg'unzor qishlog'i fuqarolari, faollariga mana bitta hokimni, tuman prokurori nimalari, tuman prokurori bu Farg'ona viloyat prokuraturasidan kelgan javob xati ekan. Mana bu ham Shusha. mana tuman prokurori nima deb beryapti mana. Taqdimnoma berildi. Taqdimnoma berildi. Qonun buzish holatlari yo'q deb Yo'q, aniqlangan. Aniqlangan. Sudga chiqarish uchun berildi deb beryapti. Ha. Sudga chiqarish uchun. Mana shuning uchun endi bu qachon natijasi bo'ladi?
yana qancha davom etadi bu nizo? Bu hokimlar, tuman prokurorlari axir bu xalqni chin dildan bitta nimani o'rganib, xalqni mulki daxlsiz, davlatni mulki daxlsiz. Mana o'sha prezident qarorlarida ham ta'lim muassasalarini binolari ham, ularni nimasi ham daxlsizligi to'g'risida qarorlar bor, Vazirlar Mahkamasining ham. Mana bu yerda ko'rsatilyapti. Shuning uchun bu endi mas'ul idoralar e'tiboriga bu qilib turgan murojaatlarimiz qachon endi bu natijasini ko'rsatadi? Xalq norozi bo'lib turib, hokimiyat oldiga to'planib borishi kerakmi yo? Shuning uchun haqiqiy sharoitni shu yerda yashab turgan aholi biladi. Shuning uchun bularni rozichiligini olmasdan, bular bilan yurakdan gaplashib, holatni o'rganmasdan turib, turli tuman pinhona kelishuvlar bilan qarorlarni qabul qilmaslik kerak. Xalqni rozichiligi eng oliy qonun bo'ladi. Mana taqdimnomalar ham berilgan ekan. Tuman hokimi ham yaxshi o'rganmasdan turib qaror qabul qilgan. Bu yerda bog'cha yetarli, bu yerda xususiy bog'chalar ishlab turibdi. Bog'cha yoshli bolalar ko'p emas, o'sha ikkovi qamrab olgan. Asosiy bino bo'lgan 38-maktabga oshxona, sport zali, bunaqangi binolar zarur. Ana bog'cha qilaman desa, o'sha yerda yer bor, 2 gektar yeri bor, ana o'shani ham foydalanaversa, ana davlat bog'chasi qilaman desa, agar unga keyin bolalar topilsa. Mana hozir o'zi qishloqda 2 ta xususiy bog'cha bor ekan. Ular nima qilib, mana endi kerakli nimalarga yana hujjatlardan ariza bilan taqdim qilamiz, xudo xolasa. Mana taftish o'zi ko'rib chiqdi, taftish o'zi hatto televideniyega ham chiqardi. Mana shunda ham hech qanaqangi bir natija bo'lmayapti. Bu mahalliy tuman rahbarlari nima qilyapti o'zi? Qog'ozbozlik cheki bormi bu? Bu qog'ozlarni xalqni norizo qilib nima baraka topasizlar? Xalqni tinchligi eng oliy qonun hisoblanadi. Shu davlatda asosi xalq bo'ladi, manbai. Shu xalq bilan hisoblashmasdan turib hech qanaqangi bir harakat qilmaslik kerak. Mayli, mana kerakli hujjatlarni kerakli idoralarga taqdim qilamiz. Mana tuman hokimi, tuman prokuraturasi, mas'ullar, mana ilgari sektor degan narsa bor edi. Shu tuman prokurorlari mas'ul edi. Shular endi o'ylab ko'rib turib, bu yerda nizoni oxiriga yetkazishadi degan umiddamiz. Navbatdagi hujjatda mana Uchko'prik tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi boshlig'i X. Maqsudov tuman hokimi Qodirjon Erkaboyevga o'sha 38-maktabda bo'sh turgan binosida maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil qilib va unga shaharga o'tib ketgan Yulg'unzor qishlog'idagi maktabgacha ta'lim tashkilotini, ya'ni bog'chani 19 raqamini berishni so'rashyapti. Aslida bu yerda yolg'on, u 38-maktabni binosi, eski binosi bo'sh turgan yo'q edi. Yerda boshlang'ich sinflar o'qiy turuvdi. Endi chiqarib yuborish yerdan majbur boshlang'ich sinflar. Natijada 38-maktabda 2 smen o'qish paydo bo'ldi. Ancha yillardan beri 1 smen o'quvchilar bemalol borib qorong'iga qolmasdan, ayniqsa qish kunlarida, kunlar qisqa qorong'iga qolmasdan, uydagilarni xijolat qilmasdan vaqtli uyga kelishardi. Mana endi 2 smena bo'lib, kunlar qisqa qish oldi. Bolalar kechga qolishyapti. Ayniqsa katta yo'lni kesib o'tadiganlari, yerda ko'ngilsizlar bo'lgan. Keyingi paytda 5 marta o'sha katta yo'ldan o'tishda
avtohalokatlar bo'lib. Mana bu hujjat ham yolg'on. Endi mana bu hujjatda, mana bu xatda tuman hokimi Qodirjon Erkaboyev hop O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarovaga xat yo'llashyapti. O'sha 38-maktabda balandda turgan binoda bog'cha, maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil qilish so'rab. O'zi aslida bu qishloqda maktabgacha ta'lim muassasasi yoshidagi, bog'cha yoshidagi bolalar hammasi 100% qamrab olingan. Xususiy bog'chalar bor. Mana bu navbatdagi yolg'on. Albatta bunaqangi yolg'on, noqonuniy hujjatlarda tagida tanish-bilishchilik, pora, korrupsiya yotadi. Mana bu hujjatda esa mana Respublika Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligidan kelyapti. Vazir o'rinbosari T. Komil imzosi bilan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Yulg'unzor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 38-sonli umumta'lim maktabining bo'sh turgan filiali binosidan kelgusi 5 yillikda maktab uchun zarur emasligi aniq hisob-kitob qilingan holda davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil etishga o'z vakolati doirasida qarshi emasligini ma'lum qiladi, deyapti. Maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi vazirligi bu yerdan jo'natilgan so'rovlarga ishonib, aslida bu bino 38-maktab balandda turgan bino bo'sh emasdi, boshlang'ich sinflar o'qiy turadi. Uni endi majbur bo'shatishdi. Haydab chiqarishdi bolalarni. Mana bu shikoyat esa o'sha Yulg'unzor qishlog'idagi jamoatchi faollar yuqori idoralarga, prezidentga, bosh vazirga, bosh prokurorga, maktabgacha va maktab ta'limi vaziriga yozishyapti. Haqiqiy holat qanaqaligini, haqiqatda qishloqdagi holatni shu yerda yashab turgan fuqarolar biladi. Bu yerda korrupsiya yotganligini, nafs bandalari o'zaro til biriktirib, talon-taroj qilmoqchiligini, davlat hisobidagi bog'cha tashkil qilamiz degan bahona bilan aslida bu yerda bog'cha yoshidagi bolalar 100% qamrab olingan. Bu katta qishloq emas. Lekin 38-maktabda mana oshxonasi yo'q, sport zali yo'q. Albatta yuqoridagi rahbarlar xalq saylagan. Shu davlatni, shu xalq bilan davlat bor. Shu davlatning asosi xalq, O'zbekiston xalqi. U yuqorida turgan rahbarlar shu xalqqa xizmat qilish kerak, bular bilan hisoblashish kerak. Nafs bandalari endi qachongadir bunaqangi korrupsion tizimda faqat daromad orttirish bilan band bo'larkan bular. Endi mana bularni ijtimoiy tarmoqqa chiqarsak ajab emas, yuqoridagilar bir qarorga kelib ijobiy hal qilishsa bu muammoni. Mana bu hujjatlarni oxirida ko'rib, mana viloyat prokurori viloyat xalq ta'limi boshlig'i Dolimovga bu hujjatlar noqonuniyligini ko'rsatib taqdimnoma kirityapti. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, mana biz Uchko'prik tuman Yulg'unzor qishlog'ida joylashgan 38-maktabda turibmiz. Qachondan beri buni janjal bo'lib kelyapti. Buni yaroqsiz yollagan deb boshqa maqsadda foydalanish, mana anchagina yer bor. Ular talon-taroj qilish maqsadida kimlardir soxta hujjatlar qilib qachondan beri tinchimay turgan janjal. Eng oliy qonun xalq tinchligi. Xalqni roziliksiz, xalqni rozi qilmasdan, xalqni norozi qilib hech qanaqangi bir nima qilinmaydi. Eng oliy qonun xalq tinchligi.
Mana holatini ko'ryapsizlar. Maktab nihoyatda bekor. Bunda o'quvchilar o'qib turgandi, boshlang'ich sinflari bularni majbur chiqarib yuborishdi hozir. Bu yerda bolalar o'qigan yo'q deb o'sha paytda bolalar o'qib turgan paytda noqonuniy hujjatlar qilishgan. Mana hujjatlari bunga yuqori nimalar javoblarni berishgan. Qani nima tuman prokurori, viloyat prokurori mana qonun buzilishi yo'q deb nima qilyapti. Yo'q, viloyat prokuraturasi qonun buzish holatlari aniqlangan bu qarorda. Mana viloyat prokuraturasi bu yerda chiqarilgan qarorlarda qonun buzilish holatlari aniqlanganini beryapti mana. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Dolimovga nusxasi mana Yurg'unzor qishlog'i fuqarolari faollariga mana bitta hokimni, tuman prokurori nimalari, tuman prokurori bu Farg'ona viloyat prokuraturasidan kelgan javob xati ekan. Mana bu ham O'sha. mana tuman prokurori nima deb beryapti mana. Taqdimnoma berildi. Taqdimnoma berildi. Qonun buzish holatlari yo'q deb Yo'q, aniqlangan. Aniqlangan. Sudga chiqarish uchun berildi deb beryapti. Sudga chiqarish uchun. Mana shuning uchun endi bu qachon natijasi bo'ladi? Yana qancha davom etadi bu nizo? Bu hokimlar, tuman prokurorlari axir bu xalqni chin dildan bitta nimani o'rganib, xalqni mulki daxlsiz, davlatni mulki daxlsiz. Mana o'sha prezident qarorlarida ham ta'lim muassasalarini binolari ham, ularni nimasi ham daxlsizligi to'g'risida qarorlar bor, Vazirlar Mahkamasining ham. Mana bu yerda ko'rsatilyapti. Shuning uchun bu endi mas'ul idoralar e'tiboriga bu qilib turgan murojaatlarimiz qachon endi bu natijasini ko'rsatadi? Xalq norozi bo'lib turib, hokimiyat oldiga to'planib borish kerakmi yo? Shuning uchun haqiqiy sharoitni shu yerda yashab turgan aholi biladi. Shuning uchun bularni rozichiligini olmasdan, bulardan yurakdan gaplashib, holatni o'rganmasdan turib, turli tuman pinhona kelishuvlar bilan qarorlarni qabul qilmaslik kerak. Xalqni rozichiligi eng oliy qonun bo'ladi. Mana bu taqdimnomalar ham berilgan ekan. Tuman hokimi ham yaxshi o'rganmasdan turib qaror qabul qilgan. Bu yerda bog'cha yetarli, bu yerda xususiy bog'chalar ishlab turibdi. Bog'cha yoshli bolalar ko'p emas. O'sha ikkovi qamrab olgan. Asosiy bino bo'lgan 38-maktabga oshxona, sport zali, bunaqangi binolar zarur. Ana bog'cha qilaman desa, o'sha yerda yer bor, 2 gektar yeri bor, ana o'shani ham foydalanaversa, ana davlat bog'chasi qilaman desa, agar unga keyin bolalar topilsa. Mana hozir o'zi qishloqda 2 ta xususiy bog'cha bor ekan. Ular nima qilib, mana endi kerakli nimalarga yana hujjatlardan ariza bilan taqdim qilamiz, xudo xolasa. Mana taftish ko'rib chiqdi. Taftish hatto televideniyega ham chiqardi. Mana shunda ham hech qanaqangi bir natija bo'lmayapti. Bu mahalliy tuman rahbarlari nima qilyapti o'zi? Qog'ozbozlik cheki bormi bu? Bu qog'ozlarni xalqni norizo qilib nima baraka topasizlar? Xalqni tinchligi eng oliy qonun hisoblanadi. Shu davlatda asosi xalq bo'ladi, manbai. Shu xalq bilan hisoblashmasdan turib hech qanaqangi bir harakat qilmaslik kerak. Mayli, mana kerakli hujjatlarni kerakli idoralarga taqdim qilamiz. Mana tuman hokimi, tuman prokuraturasi, mas'ullar, mana ilgari sektor degan narsa bor edi.
shu tuman prokurorlari mas'ul edi. Shular endi o'ylab ko'rib turib, bu yerda nizoni oxiriga yetkazishadigan umiddamiz.